Barakatli muhtaram aziz o'quvchilar, biz sizlar bilan payg'ambarlar qissasini o'rganishda davom etamiz. Biz o'tgan darsimizda qayerga keldik? Nasihatu Ibrohim. Ibrohim degan juda ham bir aqlli bola bor ekan. Bu dadasi Ozor nima ish qilardi? Ozor albast. But sotardi. But yasab sotadigan odam ekan. Bu odam bir qadim zamonlarda Bobil shahrida o'tgan, Iroq tomonda Bobil shahrida bo'lgan voqea. Shu yerda juda katta bir uy bor ekan, u uyda ichida nimalar bor ekan? Butlar bor ekan. Hamma odamlar ashga kirib nima qilar ekan? Butga sig'inar ekan. Butdan shifo so'raydi ekan, ba'zan so'raydi ekan. Va oziq-ovqatlar qo'yib ketishar ekan. Butlar o'sha oziq-ovqatni yeya oladi ekanmi? Yo'q, ular o'rniga nima yeydi ekan? Sichqonlar yeb ketar ekan. Ibrohim juda ham bir aqlli bo'lganligi uchun bu katta odamlarni dadasi va boshqa dadasining oshnalari shunga sajda qilib, shu butlarga yig'ilib, shulardan hojatini so'rayotganligini ko'rib juda hayron bo'ldi. Bu butlardan bu katta odamlar nimaga so'rayapti? Foyda ham zarar ham yetkiza olmaydigan bo'lsa bular deb nima qildi? Nihoyatda hayron bo'lgan edi. Demak, nasihati Ibrohim bu holatga chidolmadi-da, oxir gapirib oldi katta odamlarga. Ibrohim kichkina yosh bola bo'lgan. Otasiga nima derdi ekan? O'qingchi. وكان إبراهيم يقول لوالده يا أبي لماذا تعبد هذه الأصنام ويا أبي لماذا تسجد لهذه الأصنام ويا أبي لماذا تسأل هذه الأصنام إن هذه الأصنام لا تتكلم ولا تسمع إن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع ولأي شيء تدعو لها الطعام والشراب وإن هذه الأصنام يا أبي لا تأكل ولا تشرب وكان آزر يغضب ولا يفهم وكان إبراهيم ينصح لقومه وكان الناس يغضبون ولا يفهمون قال إبراهيم أنا أكسر الأصنام إذا ذهب الناس وحينئذ يفهم الناس. Barakallahu fik. Demak, Ibrohim o'zi yashayotgan jamiyatda bu odamlarning holatini ko'rib dadasiga qarab aytdi. Dadasiga shunday der edi: "Ya abi, ey otajon, limaza ta'budu hadhihi al-asnama? Nima uchun, nimaga bu butlarga sig'inyapsiz, ibodat qilyapsiz? Ya abi, limaza tasjudu li hadhihi al-asnama? Ey ota, nima uchun bu butlarga sajda qilyapsiz? Va ya abi, limaza tas'alu hadhihi al-asnama? Bu butlardan nima uchun so'rayapsiz? Yani butlar qanaqa butlar? Gapira olmaydi, eshitmaydi, foyda ham zarar ham yetkiza olmaydi. Inna hadhihi al-asnama, haqiqatan mana bu siz sig'inayotgan, ibodat qilayotgan, siz sajda qilib yolinib hojatlaringizni so'rayotgan butlar la tatakallamu va la tasma'u, gapirmaydi ham, eshitmaydi ham. Va inna hadhihi al-asnama la tazurru va la tanfa'u. Shu yerda tazurru bo'ladi. Albatta bu butlar zarar ham bera olmaydi, foyda ham yetkiza olmaydi. Butlar nimadan yasalgan? Toshdan. Va yana yog'ochdan. Shunday yasalgan. Va li ayyi shay'in tad'u laha at-ta'ama va ash-sharaba. Va buni ustiga siz bu butlarning oldiga nima uchun, nima sabablik taom, yeydigan va ichadigan narsalarni qo'yib qo'yamiz. Va inna hadhihi al-asnama ya abi la ta'kulu va la tashrabu.
Haqiqatda bu butlar, ey otajonim, yemaydi ham, ichmaydi ham. Haqiqatda bola, yosh bola to'g'risini aytadi-da. To'g'risini aytadi. Hech olib qolmaydi. Va kana azara yag'dabu va la yafhamu. Azar o'g'lining bu gapidan g'azablanar, achchig'i kelardi, jahli chiqardi. Va tushunmas edi. Gap o'g'lini gapini qabul qilmasdi, tushunmasdi. Va kana Ibrohimu yansahu liqawmihi. Keyin Ibrohim o'zining qavmi, o'zining xalqiga qarab nasihat qila boshladi. Ya'ni chin qalbdan samimiy yaxshilikni ilinib aytdi. Bunday qilmanglar dedi-da. Va kana an-nasu yaghdabun. İnsanlar İbrahim'e nisbeten g'azablanishardi. Va la yafhamuna, İbrahim so'zlarini tushunishlikni xohlashmasdi. Qala İbrahim dedi: Ana aksirul asnama idza zahaba an-nas wa hina idin yafhamu an-nas. Men butlarni sindirib tashlayman. Odamlar ketgan vaqtda. Ana o'shanda odamlar tushunishadi. Nima tushunishadi? Bu butlar hech narsa qo'ldan kelmasligini, agar xohlasa bitta kichkina bola ham sindirib yuborishligini, bular unaqa ibodat qilinadigan narsalar emas ekanligini keyin tushunishadi deb o'yladi Ibrohim o'zining fikricha. O'qingchi Muhammad. Balandroq. إبراهيم يكسر الأصنام وجاء يوم العيد وجاء يوم العيد ففرح الناس فخرج الناس للعيد وخرج الطفل وخرج الأطفال وخرج والد إبراهيم وقال لإبراهيم ألا تخرج معنا قال إبراهيم أنا سقيم وذهب الناس وبقي إبراهيم في بيتي وجاء إبراهيم إلى الأصنام وقال للأصنام ألا تتكلمون ألا تسمعون هذا طعام وشراب هذا طعام وشراب ألا تأكلون ألا تشربون وسكتت الأصنام لأنها حجارة لا تنطق. قال إبراهيم ما لكم لا تنطقون صفت شات مسؤول وسكتت الأصنام وما نطقت حينئذ غضب إبراهيم وأخذ الفأس وضرب إبراهيم أسنان بالفأس وكسر الأسنام وترك إبراهيم الأصنام الأكبر وترك إبراهيم الصنم الأكبر وعلق الفأس في عنقه. Hop, İbrahim butlarni sindirib yuboradi. Va jaa yawmu idin. Bayram kuni keldi.
bu butga sig'inadigan mushriklarning bayrami Navro'z bayrami edi. Ya'ni ular shu Navro'z bayramini nishonlashardi. Qarang, Ibrohim alayhisalom yosh bolalik paytida bo'lgan eski bayram ekanda, bu bizni O'zbekistonda milliy an'anaviy bayramimiz emas bu. Bu butparastlarning bayrami. Forslik majusiylarni o'tga sig'inadigan, toshga sig'inadigan kishilarning bayrami edi. Ibn Kasir bu oyat tafsirida shuni keltirganlar. Navro'z bayrami edi. Shu Navro'z bayrami kelgan paytda fafarihan nasu, odamlar xursand bo'lib ketdi. Arab tilida fariha degani shodlandi, xursand bo'ldi, quvondi degan. Va xursand bo'lishligi, quvonishligi shu darajadaki, masalan bizda inson xursand ketsa o'yinga tushib oladi, harakatlar qiladi-yu. Shunaqa odamlar xursand ketdi. Va xarajan nasu lil Eid, va bularda odati bor edi, bayramni nishonlash uchun shahardan, qishlog'idan tashqariga keng maydon shu joyga chiqishar. Masalan bizda ham o'ynab aylangani boramiz deb ketadi-yu, bular ham shunaqa nima aylangani shahar tashqarisiga chiqib ketishdi. Va xarajal atfalu, hatto yosh bolalar ham chiqib ketdi. Hech kim qolmadi shaharda. Va xaraja validu Ibrohima, Ibrohimning dadasi ham chiqdi. Va Ibrohimga dedi: "Ala takhruju ma'ana, biz bilan birga chiqmaysanmi? Biz bilan birga bayramga bormaysanmi?" dedi. Shunda Ibrohim alayhissalom, ya'ni kichkintoy Ibrohim aytdiki, "Ana saqimun, men kasalman." O'zi Ibrohim kasalmidi? Yo'q. Kasal emas edi. Lekin men kasalman. Hech qolmayman. Va zahaba an-nasu va baqiya Ibrohimu fil bayti. Odamlarning hammasi ketishdi, Ibrohim uyda bitta o'zi qoldi. Ya'ni Ibrohim shu vaqtni g'animat bilib, Ibrohimning maqsadi nima edi? Odamlar ketganda sindirish edi. Butlarni sindirish. Va jaa Ibrohim ilal asnami. Butlarni oldiga keladi. Butxona bor edi-yu, shular yashagan qishlarda katta uy bor edi, uning ichida to'ldir but bor edi. Bu butlarni hammasini kim yasagan? Dadasi yasagan. Hammasi shunga sig'inadi, katta-yu kichik, yosh-u qari. Va butlarga qarab aytdi: "Ala tatakallamuna, gapirmaysizlarmi?" dedi. "Ala tasma'una, eshitmaysizlarmi?" Ya'ni masala omiz holatda ularni masala qilib aytdi. Gapirmaysizlarmi? Eshitmaysizlarmi? "Haza ta'amun va sharabun, ala ta'kulun." Bu ovqat, bu ichimlik, yemaysizlarmi? "Ala tashrabun, ichmaysizlarmi?" Ichinglar, yeylar, dedi bizda ham masalan. Va sakatatil asnamu, butlar jim turishar edi. Li'annaha hijaratun la tantiqu. Jim turishligi tabiiy, chunki ular tosh edi, gapirmaydigan toshlar edi butlar. Shunda Ibrohim aytdiki: "Malakum la tantiqun." Sizlarga nima bo'ldi? Nima gapirmayapsizlar? Va sakatatil asnamu va ma nataqat. Butlar jim turar va gapirmas edilar. Hina idin g'adiba Ibrohim va akhadha al-fa'sa. Ana o'shanda Ibrohim g'azablandi va butlarni sindirish uchun boltani oldi. Qani, yakka Alloh taolodan boshqa ibodat qilinadigan har qanday narsani biz nima qilishimiz kerak ekan? Yomon ko'rishimiz kerak. But, tog'ut. Tog'ut nima degani? Allohdan boshqa har qanday ibodat qilinadigan narsani tog'ut deb aytiladi. Shunga o'zi rozi bo'lib turganmiz. Mana shu butlarni gapirmaysizlarmi deyapti, eshitmaysizlarmi deyapti. Demak, sig'iniladigan ma'bud gapiradigan bo'lishi kerak va
eshitadigan bo'lishligi kerak. Chunki hamma unga hojatini aytyapti va qo'lidan hamma narsa qo'ldan keladigan kuchli bo'lishligi kerak ma'bud. Shunda Ibrohim g'azablanib ketdi-da va boltani oldi. Va daraba Ibrohimul asnama bil fa'si. Shu bolta bilan butlarni zarba berdi, urdi. Va kasral asnama, butlarni sindirib tashladi. Hammasini chilparchan qilib sindirib tashladi. Va taraka Ibrohimu as-sanamal akbar. Shu butlarning ichida eng kattasini Ibrohim qoldirdi. Sindirmadi. Va allaqal fa'sa fi unuqihi. O'sha butning bo'yniga boltani ilib qo'ydi. Qaysi boltani? O'zini qo'ldagi boltasini ilib qo'ydi. Nimaga bu katta butni qoldirdi? Chunki odamlar kelganda aytishlik uchun, mana katta butni sindirib deyishlik uchun. Ne odamlar aytadiki, bu yurolmaydi bu, urolmaydi desa, ana o'zlarini qilayotgan ishlari noto'g'ri ekanligini o'zlarining tilidan qarshi hujjat qilish uchun bo'yniga ilib qo'ydi. Okey. ورجع الناس ودخلوا في بيت الأصنام وأراد الناس أن يسجدوا لأصنام لأنه يوم عيد ولكن تعجب الناس ودهشوا وتأسف الناس وغضبوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون وكان الناس يعرفون أن الأصنام حجارة وكانوا يعرفون أن الحجارة لا تسمع ولا تنطق وكانوا يعرفون أن الصنام الأكبر أيضا حجر وأن الصنام الأكبر لا يقدر أن يمشي ويتحرك وأن الصنام الأكبر لا يقدر أن يكسر الأصنام فقالوا لإبراهيم أنت تعلم أن الأصنام لا تنطق قال إبراهيم فكيف تعبدون الأصنام وإنها لا تضر ولا تنفع وكيف تسألون الأصنام وإنها لا تنطق ولا تسمع ألا تفهمون شيئا أفلا تعقلون وسكت الناس وخاجلوا. بارك الله فيك. Man fa'ala hada. Buni kim qildi? Va raja'an nasu, odamlar qaytib kelishdi. Qayerdan qaytib kelishdi? Bayramdan. Va dakhalu fi baytil asnam. Va bayramdan qaytib kelishi bilan qayerga kirishdi? Hamma bayramdan qaytib kelganda o'zini uyiga boradi, to'g'rimi? Bular butlariga nisbatan shunaqangi bir qattiq yaxshi ko'rishardi, u Alloh taoloda yaxshi ko'rgandek. Butlarni oldiga kirishdi. Ketishdan oldin ham butlarga sig'inib ketishuvdi. Bayramga qaytishda yana butlarning oldiga kirib, shu butlar uyiga, butxonaga kirishdi. Nimaga kirishdi desangiz, va arodan nasu an yasjudu lil asnami. Odamlar shu butlarga sajda qilishlikni xohlab butxonaga kirishdi. Li'annahu yawmu 'idin, chunki ular bayram kunida shu butlarga shukr qilish uchun xursandchiligini shu butlarga sig'inishlik bilan yana ham ziyoda qilishlik uchun kirishgan edi. Lakin ta'ajjaban nasu va dahishu. Odamlar butxonaga kirishlari bilanoq dahshatga tushishdi. Ajablanib, hayron bo'lib, qaqqayib, ovozi ochilib, lol bo'lib qarab qolishdi. Nimaga?
Chunki sindirilgan. butxona payhon bo'lib ketgan. Ya'ni hamma yoqda kalla, qo'l, oyoq, chilparchin sinib ketgan butlarda sinalari yotardi. Va ta'assafa an-nas va ghadibu. Odamlar nihoyatda g'azablanishdi va pushaymon bo'lishdi, achinishdi butlarga va g'azablanishdi. Qalu man fa'ala hada bi alihatina. Bizi ilohlarimizga biz eng katta yaxshi ko'rib ulug'laydigan, biz sig'inadigan mana bu butlarimizga kim bunday qiliq qildi? Man fa'ala. Kim bunday qildi? Ya'ni sindirib tashladi. Qalu sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrohim. Biz ularni gapirib yuradigan Ibrohim deb aytiladigan bir yigitni eshitgandik. Fatan degani yigit degani. Ya'ni Ibrohim alayhissalom nima? Yoshi katta bo'lgan. Fatan degani qanaqa yigit? Bo'yga yetgan, uylanadigan, kuyov bola bo'lishlikka qudrat yetadigan yigit bo'lib qolgan edi. Bo'yda bo'lib qolgan edi. Shuning uchun boltani ko'taryapti-da, u bolta ham katta, bolta bilan rosa solyapti mana masalan. Baquvvatda. Keyin shunda aytishdiki, mana shu bizni butlarimizni gapirib yuradigan, yazkuruhum degani, ya'ni butlarimiz haqida gapirib yuradigan. Nima deb gapirib yurdi Ibrohim? Butlar haqida? Ovqat ham yemaydi, suv ham ichmaydi, gapirmaydi, eshitmaydi, foyda ham zarar ham yetkiza olmaydigan narsalar u bular. Nimaga bularga sig'inyapsizlar? Aqlingizni ishlatmaysizlarmi deb yurgan edi. Demak, bitta mana shu Ibrohim shu qilgan deydi. Qalu va aytishdi: "A anta fa'alta hada bi alihatina ya Ibrohim." Ana shu jinoyat bu sodir bo'lgan o'sha mushriklarning butlari sindirilgan joyga tezda Ibrohimni nima qilishdi? Olib kelishdi. Tezda uni olib kelishib aytishyapti endi sen yo'q, Ibrohim alayhissalom o'zi keladi. O'zi keladi. But sindirib ashay turgan yo'qda u kishi. Butni sindirib qo'yganidan keyin ketdi u. Keyin shunaqa g'ola-g'ovur bo'lib ketganda o'zi sekin bularni butxonaga kirib ketganligini ko'rib, o'zi qo'rqmasdan kelyapti. Bilasizmi? Uni birov ushlab, qo'lini qayirib, tezda olib kelayotgani yo'q, qo'liga kishan solib, tiz cho'ktirib. Balki o'zi shunday kirib kelyapti. Shunda shu hammalari bir-biriga qarab shu Ibrohim degan shu biz butlarimizni gapirib yuradigan bir yosh yigit bor edi. Shu boladan shunaqa gaplarni eshitib yurdik deyishiga Ibrohim alayhissalom o'zlari kirib keldilar. Shunday qarashib, "A anta fa'alta hada bi alihatina ya Ibrohim." Buni sen ilohlarimizga bu ishni sen qildingmi ey Ibrohim deydi. Shunda Ibrohim alayhissalom nihoyatda xotirjamlik bilan ham ya'ni quv degani zukkolik bilan aytdilarki, "Bal fa'alahu kabirhum." Yo'q, unday emas. Bal fa'alahu kabirhum. Uni ularning kattasi qildi. Ya'ni butlarni sindirgan men emas. Bu butlarning kattasi. Haza deb mana bu deyapti. Haza nima degani edi? Bu. Qancha masofaga ishlatilardi? 1 metrdan yaqin. Demak, o'zi sindirmasdan qoldirgan, bo'yniga boltani ilib qo'ygan but oldida turibdi. Kim? Ibrohim. Shuning uchun aytyapti. Mana bu. Mana mash sindirgan deyapti. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Ulardan o'zdan so'raylar mana. So'raylar ulardan. Agar ular gapirishadigan bo'lsa, sizlarni kim sindirdi deb so'raylar. Mana sizlar hojatinglarni so'rayotgandinglar, farzand so'rayotgandinglar, shifo so'rayotgandinglar. Shunga ibodat qilib, endi mana so'raylar o'zlarini kim sindirganligini. Mana shu kattasi sindirdi. Va kana an-nasu ya'rifuna anna al-aslama hijaratun. Insonlar esa
haqiqatda bu o'zlari ibodat qilayotgan butlar tosh ekanligini bilishardilar. Va kanu ya'rifuna anna al-hijarata la tasma'u va la tantiqu. Albatta tosh eshitmaydigan va gapirmas ekanligini bu odamlar bilishardi. Va kanu ya'rifuna anna as-sanama al-akbar aydan hajarun. Va odamlar yana mana bu katta butni ham, bu butlarning eng kattasi bo'lgan bo'ynida bolta ilalab turgan bu butni ham tosh ekanligini bilishardilar. Va anna as-sanama al-akbar la yaqdiru an yamshi va yataharraka. Bu but boltani ko'tarib ularga zarba berib sindirish iyada tursin. Haqiqatda bu katta but bu yurishlikka iyada tursin, ozgina bir harakat qilib qimillashlikka qudrati yetadigan, madori yetadigan narsa emas edi bu, but edi bu, tosh edi bu. Va anna as-sanama al-akbar la yaqdiru an yaksira al-asnam. Va shunday bo'lar ekan, haqiqatda bu katta but mana bu butlarni, sanamlarni sindirishlikka qodir emas edi. Qol faqalu, aytishdilarki, odamlar Ibrohimga qarab aytishdiki, anta ta'lamu anna al-asnama la tantiqu. Sen nimaga bizga mana shu butlardan so'raylar deyapsan? Sen bilasan bu butlar gapirmasligini sen bilasan. Gapirmaydi bu butlar, tosh bu. Bu hech qachon boltani ko'tarib bu butlarni sindira olmaydi bu deganda Ibrohim haligi odamlarga qarab aytdiki, fakayfa ta'buduna al-asnam. Mana Qur'onda keladi, uffillakum. Uff degani suf sizlarga degan. Ya'ni jerkish ma'nosida. Shuni Ibrohim aytdiki, qanday sizlar bu qaysi bet bilan, qanday bir sizlar uyatmasdan shu gapirmaydigan, eshitmaydigan, hech narsa qo'ldan kelmaydigan butlarga ibodat qilyapsizlar. Va innaha la tazurru va la tanfa'u. Ko'rdingizmi? Tazurru kelyapti. Tazorru emasda. Tazur. Tadorru. Bu yerda noto'g'ri tushib qolgan. Foyda ham zarar ham yetkiza olmaydigan narsalarga qanday ibodat qilyapsizlar? Va kayfa tas'aluna al-asnama. Butlardan qanday so'raysizlar o'zingizlarning hojatinglarni? Va innaha haqiqatda ular, ya'ni butlar la tantiqu va la tasma'u, gapirmaydi ham, quloq ham solmaydi, eshitmaydi ham. Ala tafhamuna shay'an afala taqilun. Sizlar tushunasizlarmi o'zi? Biron bir narsani tushunasizlarmi? Aqlinglarni yurgizmaysizlarmi? Bir fahm farosatinglarni ishlatmaysizlarmi? Deganda Ibrohim, qarang, kichkina yigit, yosh yigit butun Bobil shahridagi butun mushriklarga qarshi chiqyapti. Va sakatan nasu va khojilu. Yer yuzida shunda bitta muvahhid, yakka Allohning o'zigina ibodat qiladigan kishi Ibrohim alayhisalom edilar. Qolgan hamma nima edi? Mushrik edi. Mushrik kim? Shirk amalini qilgan. Shirk nima? Allohga xos bo'lgan ishlarda Allohdan boshqasini Allohga barobar qilgan odam. Yoki Alloh taoloning haqlaridan bo'lgan bir haqni Alloh taolodan boshqasiga sarf qilgan odam, ya'ni ibodatni boshqasiga qilgan odam. Bular hammasi nima bo'lishdi? Jin bo'lib qolishdi va hijolat bo'lib qolishdi. Endi bular Ibrohim alayhisalomga gap topib berisha olmadi. Endi mana keyingi darsimizda o'tamiz. Ibrohim alayhisalom kuch ishlatadi. Mana shu mushriklar shunday. O'zi bu haqning ro'barosiga ular bir gap topib yoki bo'lmasam bir shu fikrga fikr bilan mafkuraviy bir qarshi chiqisha olmaydi, kuch ishlatishadi. Mana Ibrohim alayhisalomga, yosh yigitga keyingi darsimizda nima qilishadi? Kuch ishlatishadi. Ya'ni bu kishini yoqmoqchi bo'lishadi. Keyingi darsimizda o'rganamiz. Billahi tavfiq. Xo'p, mana shu darsimizdan xulosa qiladigan bo'lsak, demak, har bir inson o'zining nimaga ibodat qilayotganligini aniq bilib olishligi kerak. Ya'ni ibodat qilinadigan zot nihoyatda go'zal, chiroyli va nihoyatda bir gapiradigan, quloq soladigan, hamma narsa qo'lidan keladigan
zot bo'lishligi kerak. Bu butlar odamlar o'z qo'li bilan yasab olgan, insonlarga foyda ham zarar ham yetkaza olmaydigan narsalar hech qachon iloh bo'lishlikka loyiq emas, arzimaydi. Xo'p, keyingi darsimizda kelgan joydan davom ettiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.